Bunun boyu normal ekan, men ko'ring. Nima? Bunda 10 gram beraymi bu yoqqa? Yo, 10 gram bo'lar. 10 gram ha? Buning hozir kallasini ko'rdim-da. Buning mana shunday qolib turyapti. O'zi hozir sekin-sekin o'skaydi. Hammasi bu osharat deb qo'ygan. Hozir ko'p fermerlar so'rayapti-da, buning bargi nimaga yo'q deb. Chigitga bor. Chigitga? Ha, shuni yeydi-da, paxtani yo'qirmoq. Chin bargini yeydi. Bu shunday osharatlar ko'p bo'lib ketdi. Ovoz salqin bo'lyapti. Paxtani bargi deydi, keragidan ortiqcha katta deydi. Oziqa bunga kerak emas hozir deydi. Boshqa narsa ko'ring. Barglari maydami? Unga ovoz xolofanga ekanini ko'ring. Shunday katta. Bunga beraymi? Mana, bargida? Ha, bargida. Yo'q, shunday tutib turgay. Bunga beraymi? Bunga beraman-da, unga bermayman. Hozir buningki barg qancha katta bo'lsa, fermerlar borda, barg qancha katta bo'lsa, quyosh nurini o'ziga yaxshilab qiladi. Lekin bu hozir ko'chat qolin-da. Keyin masalan 1 metr 10 kelgan bo'yning balandligi. Quyosh nuri o'tkazmaydi birinchisi. Ikkinchisi shamol kirmaydi. Shu bilan nima bo'ladi? Paxta bag'illaydi, mug'laydi, boshqa bo'ladi. Keyin muammo qiladi. Shundayda. Bunga 10 gram, bunga 15 gram sepaman. Ertaga xudo xolasa bosamiz. Buni hozir Andijon uchlagidek. Hozir bu 28-30 atrofida. U 48-50 atrofida. Bunichi odamlarim ertaga hayitga ketdi-da, 3 kunda keladi. Keyin men buni choptiraman ketmonda. Ketmonda chopishadi buni. Men uni ichini yana chop chiqib, ketmondan muncha o'tadi-da, o'tam o'ladi, yana qiziydi. Qildiraman. Traktor kirgizmayman. Ana bu shlangalar bor-ku? Shlangalarga men moslama qildim. List, 5 lik list oldim. 1 metr. Tegiga ugollikdan qildirdim-da, shunday qo'yaman, traktor shunday o'tib ketadi. Shlanga umuman mashincha ham ta'sir qilmaydi. Shunday. Ertaga ezib qo'ysa shlangani bo'lmaydi-da. Bemalol borib kelyapti. Uni ham yo'lini topdim endi. Buni ham sug'armay, kerak emas-a? Buni sug'armay turing aka. Bo'ldi. Bu paxta chonqiganda aka. Bu qizil yeri bor. Masalan, buni ko'ring. Bu qizil yeri uchiga chiqib ketadi. Uchiga chiqib ketadi, ankin bu barglari oz. Bo'ldi. Bo'lmasa men ertadan sepaman. Ana kelib ichi ta'sir qildi-a bunga. Shunday. O'ladi-a bu endi. O'ladi. Yaxshi. Unaqa ko'saklar mana shunlab ketmaydi. Birinchi ko'sak shu yerda bo'lsa, o'zidan shaq chiqaradi, ikki, ozgina 3. Yiqi-yiqi. Yoniga. Hozir shani o'ltirganda bu paxta. 76 ga 12 ga. Yirib tashladi. Metrda 20 ta bor. 20 sm. 13 parametri.